Ana Toshkentdan kelgan pochtalarimiz tayyor bo'lib qoldi. Akalar Cobalt bilan 1 volt ikkalasini ham polniy motor qilishyapti. Shlipovkalarini qilib, mana tayyor qilib, go'zal holatda, xudo xolisa qilib qo'ydik. 0.25 ga Cobalt'i, 0.50 ga 1 voltsi bo'ldi va 1 volt val shatunlariga da alishib ketdi. Sababi o'ziniki yaxshi emas. Val shlipovka 4 ta shatun yangi bosib yubordik bunga. Xo'p, 1 voltiga galovkasini ham yangi bosib yuboryapti. Sababi mana o'zini galovkasi nima bo'lgan? Kamerada yorug'i bor. Yorug'ni xudo xolasa garantiyasi bilan qilib beramiz. Направляющий klapan shunaqa kamchiligi bor edi. Buni. Endi o'zini eski galovkasini narxini aytdi, yangini narxini aytdi, egasi yangi berishimizni xohladi. Xudo xolasa uzog'i dushanba bo'lmasam bugunga harakat qilib chiqarib beramiz akalar. Aka, nabodo shu istoriyani ko'rib qolsangiz, go'zal bo'lyapti.